Yo, hammaga salom bolalar. Bugungi videoda ikkinchi voltda maksimalni qayoqqacha borsak shu yoqqacha borishga harakat qilamiz. Maksimalni uzoqqa borishga harakat qilamiz bolalar. Video boshlash oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Qani ketdik bo'lmasam. Mana buni kutamiz ozgina. Bolalar keyin mana bu tepadagi mana buni tushundim. Qancha rekord urganlar bor ekan ko'rdim ancha. Qanchada necha soniya ketishi, qanchada wordlarni tugatish, mirlarni oxiriga yetish, necha minut bo'ladimi, sekund bo'ladimi, qanchada oxiriga yetish ekan yoqib qo'ysangiz. Hozir men mana bu yerlardan ham o'tyapman. Mana bu yerlardan ham easy o'tamiz. Levelim ammo ko'rinishda yetmaydi, ammo mana o'tsa bo'ladi bolalar. Mana ammo bu yerdan o'tib bo'lmaydi. 380-level kerak bu yerga. Bitta mana bunday qilib o'tsa bo'lardi, ammo menda o'xshamaydi, juda past levelim. Shuning uchun 10 millionni olib qaytamiz bolalar. Maksimalni kubik yig'ishimiz kerak. Admin Abyss'da golden mask keladi chunki 1 milliardlik. O'sha olishimiz kerak admin Abyss'da, keyingi admin Abyss'da. Tiqilib qoldi qayoqqadir. Qani go bo'lmasam. Bu yerlardan easy o'tyapmiz bolalar. Oldinlar o'tolmaslik osonlik bilan. Keyingi admin Abyss'da ham anchagina kuchayishimiz kerak. Sizlar ham maslahatim kiringlar admin Abyss'ga. Shanba kuni bo'ladi, 18-iyul kuni. Sizlar ham o'shanda kuchayib olsalaringiz anchagina oson bo'ladi admin Abyss'da kuchayish. Bu yerdan easy o'tamiz bolalar biz. 400 million qilamiz. Mana 10% wins qo'shib berdi bizga. Umuman yiqilmasdan o'tayotganimiz uchun agarda bir marta yiqilib qolsak ketadi. Agarda yiqilmasdan olaversak 20, 30, 40 oxiri 100 ga ham borishimiz mumkin. Voy mana 10% ni o'zida ham ketdi. 10% ham yo'qoldi. 10% ni o'zi ham ketdi bolalar. Agarda 2-3 marta yiqilmasdan o'tsangiz 10%, keyin 20, 30 ketaveradi. Biz esa hozir yana bu yerda ham yiqilib qoldik. Ketdik. Siz esa ungacha videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Kubiklarni hozir 400 ta qilib olamiz bemalol. 400 millionta, 400 ta debman. Ketdik. Easy o'tamiz bu yerlardan. Bu yerlardan ham easy o'tamiz. Sakramay qoldi. Sakrash ishlamay qoldi bolalar. Birinchi stage bizga hech nima emas. Buni kutamiz. Mana buni yoqib qo'ysak necha soniyada borganimiz ko'rinib turadi. Keyingisidan albatta hozir emas. Mana chiqib oldik. Qanday qilib to'g'rima-to'g'ri o'tib ketmoqchi bo'ldim. Nega ishlamayapti bu? Vallahi menimcha o'zim ishlamayapman hozir. 400 million qilamiz deganiga ko'z tegdimi nima? 400 million qila olganimiz yo'q. Ketdik. Tiqilib qolma faqat. Bu yerdan o'tib oldik. Go Kingsga. Bu yerlardan o'tamiz yana. Mashallah. Xo'sh bolalar, mana bu yerdan ham o'tib ketamiz. Easy o'tamiz bu yerlardan. Bolalar, yo'lni eslab qolinglar, sizlarga albatta kerak bo'ladi. Ketdik. Mana bu yerdan esa 10 millionni olamiz. Xo'sh bolalar, mana kubigimiz 406 million bo'ldi. Shopda bizga kerakli hech nima yo'q. Balkim keyingi video admin Abyss'dan bo'ladi yoki boshqa Roblox kartalarini ham chiqaraymi yo'qmi? Yozib ketinglar kommentariyaga, albatta chiqaraman. Keyingi videolardan chiqarishim mumkin.
Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Hozir yakunlaymiz. Mana bir marta borib kelamiz bolalar va videoni yakunlasak ham bo'ladi. Voy, tiqilib qoldik. Mana chiqdik bu yerdan. Bu yerlardan easy o'tyapmiz bolalar. Voy. Xo'sh bolalar, mana videoni yakunlaymiz endi. Obuna bo'lib like bosishni unutmanglar bolalar. Ko'rishguncha xayr.